Tünügün yani 3. ayının 10. günü kecha saat 12'den keyin Türkiye Səhiyyə Ministri Türkiye'de tunca Xitay virusundan yuqumlangan kişinin bayqalganligini e'lon qildi. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hammamiz jiddiylaşdik, qo'rqdik. Xuddi virus biz taraf qarab kelayotgandek hammamizni endişe bastı. Magzilla bas hamma odam yemeklik to'plashga tushdi. Bu virus bizga xotirjam turmushning qanchalik ne'mat ekanligini, Allohning qanchalik buyuk ekanligini, insonlarning qanchalik ojiz ekanligini, o'limning bizga qanchalik yaqin ekanligini, pokizlikning bizga qanchalik muhim ekanligini ko'rsatdi. Amaliyotda ahvol rostli qo'rqinchli va jiddiylashga tegishlikmi? Biz musulmon bola sifatimiz bilan bu masalaga qanday muomala qilamiz? Qandaq tədbirlərini alamiz? Hammamizning xabarda bo'lgandek virusning manbasi bo'lgan Xitoy hozir virus tarqalgan davlatlar ichida birinchi o'rinda turmoqda. Hozir Xitoyda virusdan yuqumlangan kishilarning soni 90 mingga yaqinlashdi. Ikkinchisi Italiya, uchinchisi Iran mushu bo'yicha kengayyotir. Turkiya 50 milliondan ortiq nüfusga ega birdan-bir virus yuqmagan davlatlarning biri edi, ammo tunigundan boshlab undaq bo'lmay qoldi. Chunki Yevropadan qaytib kelgan bir turk fuqarosining Xitoy virusdan yuqumlanganligi aniqlandi. Ammo u kishi, oilasi va u kishi uchrashgan hamma kishilar to'liq karantinga ilinganligi Türkiye Səhiyyə Ministerligi tarafidan e'lon qilindi. Yana kelib u odamning munosabat doirasi bak kengir bo'lmag'achqa, bak yiroq atroflarga bormaganligi aytildi. Bu bizni xotirjam qildigan tarafi. Ammo qandoqli bo'lmasin, bu Xitoy virusi Turkiyaga qadam bosdi. Biz buning qarta qandoq muomalada bo'lamiz, qandoq tadbirlarni olamiz yoki Alloh saqlaydi deb duo qilib o'ltiramdik yoki butun sabablarni qilib uyimizga yemekliklarni to'plab olib, endi virus menga yuqmaydi deb butunlay xotirjam bo'lib o'ltiramdik. Yo'q. Qanday qilamiz? Alloh buyurgandek tavakkul qilamiz. Ya'ni qo'limizdan keladigan barliq sabablarni, hamma tadbirlarni olamiz, natijasini Allohga topshiramiz. Chunki sabab qilmasdan Allohga topshirish tavakkul emas. Sabablarni qilib bo'libmi, natijasini Allohga emas, o'ziga topshirish bu tavakkul emas. Biz payg'ambarimiz ko'rsatgandek, oldi bilan tugimizni bog'laymiz, uningdan keyin Allohga omonat qilamiz. Bizning qiladigan birinchi sababimiz payg'ambarimiz bizga har qanday yomonlikdan saqlanishimiz uchun o'rgatgan duoni har kuni atdigan oqshomda 3 qatimdan o'qiymiz. U duo tuandikicha: Bismillahi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bu duoning arabchasi yoki uyg'urchasini o'qisaqmi bo'ladi. Uningdan keyin navbatda doktorlar tavsiya qilayotgan tadbirlarning hammani sal qaramasdan qilamiz. Chunki sabab qilishmi bir ibodat, tavakkulning bir qismi. Uningdan keyin natijasini Allohga topshirib endish qilmaymiz. Navbatda doktorlar bu virus qarshi tuandikidek 6 xil tavsiyalarni qilgan. Buning birinchisi odam to'plashgan o'rinlarga imkon qadar bormaslik. Agar berib qolgan taqdirda kishilardan 2 metr yiroqlikda turish. Chunki virus yuqqan kishidan virus 2 metr yiroqlikda kishiga yuqish xavfi bo'lmaydi ekan. Ikkinchisi maska taqash. Maskaning kasal yuqqan odamdan boshqalarga yuqmasligi foydasi bor ekan. Ya'ni saq odam taqganning hozir qadar foydasi borliq qarta ma'lumot yo'q ekan. Ammo kasal odam taqsa, u odamdan boshqalarga yuqmasligi foydasi bor ekan. Bu kasalning alomati yuqib 14 kundan keyin oshkor bo'lg'achqa, shunga umumyuzlik hamma kishilarga maska taqash tavsiya qilinadi. Uchinchisi qo'limizni yuvish. Ya'ni har kuni 3 yoki 4 qatim bilakimiz bilan qo'shib 20 sekund uzildirmay yuvish. To'rtinchisi qo'l elishib, quchoqlashib yoki bosh suqashtirib kurashmaslik. Chunki bu virus doktorlarning aytishicha eg'iz yoki burun ba'zi tadqiqot natijasi qaragan vaqtimizda ko'z orqali yuqadiganligini o'ttirib qo'ygan. Bu viruslar yuqumlangan kishi o'zi his qilmasdan eg'izi yoki burnini tutgandan keyin virus mikroblari uning qo'liga yo'tkiladi ekan. Bu odam boshqalar bilan kurashgan vaqtida bu qo'ldagi virus mikrobi u odamning qo'liga o'tadi ekan. U odam shu qo'lini yumasdan, o'zi his qilmasdan burni yoki eg'iziga apagan hamon u odamga virus yuqadi ekan. Shuning uchun pat-pat qo'limizni yuvib turishimiz kerak. Shundaqlar kurashgan vaqtimizda qo'l elishib, quchoqlashib, bosh suqashtirib kurashmasligimiz kerak. Dunyo Səhiyyə Ministri kurashgan vaqtida pulini ko'ksiga qo'yishdan ko'paylansa yaxshi deb tavsiya qilgan. 5-inchisi ushkurgan yoki yutalgan vaqtimizda cho'qim qog'oz tutib yuturishimiz yoki ushkurishimiz kerak. Agar qog'oz bo'lmay qolib qolsa, bilakimizga ushkurishimiz kerak. Ya'ni bu shaklda. 6-inchisi bu eng muhim. 1 litr suvga, ya'ni bir quti suvga 3 yoki 4 qushiq tuzni selib, uni qo'chib aralashtirgandan keyin 4 yoki 5 soatda bir qatim eg'iz va burnimizni chayqashni tavsiya qilibdi. Nimishqa? Chunki sizga virus yuqqandan keyin Alloh saqlasin, sizning tehi 4 yoki 5 soat vaqtingiz bo'ldi ekan.
Agar sizga virus yuqib 4-5 soat ichida mushu usulni qo'llansangiz, ya'ni tuz suyida og'iz yoki burningizni chayqasangiz, sizda virusning o'lish nisbati intayin yuqori bo'ladi ekan. Shunga doktorlar davomli mushu turni tavsiya qilyapti. Uningdan keyin bu virus bilan yuqumlangan kishida ko'riladigan alomatlar birinchidan qizitma, yo'tal, nafas qistash, ich surish, ko'ngil elishish va qusish qatorliqlar ekan. Ammo bu alomatlar sizda ko'rilsa, siz Xitoy virusi bilan yuqumlandingiz degan gap emas. Chunki bu alomatlar boshqa sabablar tufaylidan bo'lishi mumkin. Ammo sizda bu xil alomatlar ko'rilsa, sal qaramay doktorga ko'rining. Bu virusning yoshlarga bo'lgan xatiri bir qadar tuvan ekan. Masalan, 0 yoshdan 9 yoshgacha o'lish nisbati 0 debdi. Ya'ni virus yuqqandan keyin shu virus sababli o'lib ketish nisbati yo'q. 10 yoshdan 19 yoshgacha %0.2%. Yani 1000%. 1000 odamga virus yuqsa, shuning ichidan ikkisi o'lib ketadi ekan. 20 yoshdan 39 yoshgacha yana shunda, 40 yoshdan 49 yoshgacha %0.4%. Yani 1000 odamga virus yuqsa, 40 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan odamlar ichidan 4 o'lib ketadi ekan. 70 yoshdan 79 yoshgacha %0.8%. 80 yoshdan yuqorilarda %14.8%. Yani 100 odamga yuqsa, 14 odam o'lib ketadi ekan. Bu virus yuqish nisbati emas, virus yuqqandan keyin shu virus sababli o'lib ketish nisbati. Ammo virusning yuqish nisbati qanchalik? Bu bir davlatdan bir davlatga, bir shahardan bir shahar qarab o'xshamaydi. Masalan, Wuhandagilarga virus yuqish nisbati intayin yuqori. Ammo Turkiyada 70 million nüfus ichidan bir odamga bayqalgan davlatda virus yuqish nisbati intayin tuvan. Agar yuqdimi deyli, shu virus sababli o'lib ketish nisbatimiz %0.2%. Ya'ni 1000 odamga yuqqan bo'lsa, 2 odam o'lib ketadi deydi. Ammo bizning virussiz o'lib ketish nisbatimiz qanchalik? Turkiyada yilda qatnash voqeasi sababli 4000 odam o'lib ketyapti. Kuniga 18 odamdan to'g'ri keladi. Turkiyada har kuni 450 dan 500 qadar odam rak kasaliga giribdor bo'lyapti. Turkiyada har kuni 450 dan 500 qadar inson rak kasaliga giribdor bo'lyapti. Demak, bizga Xitoy virusining yuqishidan qatnash voqeasida o'lib ketishimiz, rak kasali bilan o'lib ketishimiz texmo yaqin. Bizning atrofimizni butunlay o'lim xavfi qorshab turadi. Biz millionda, 100 mingda bir qatim yuqish ehtimoli bo'lgan, yuqqandan keyinmi 1000% o'lib ketish ehtimolimiz bo'lgan virusdan shunchalik qo'rqib, shunchalik andishaga tushdik. Ammo har vaqt o'lib ketish ehtimolimiz bor turib, o'limni unutdik. Amaliyotda biz virusdan qo'rqmaymiz, o'limdan qo'rqamiz. Chunki virus o'ltiradi, ammo virus yo'qmisimi o'lamiz. Balkim qatnash voqeasida o'lishimiz mumkin, kasallik sababini o'lishimiz mumkin, balki sababsiz karavot ustida yetib o'lishimiz mumkin. Virusdan saqlanishimiz mumkin, ammo o'limdan saqlanmaymiz. Cho'qim o'lib ketamiz. Kunda dunyoda 350 ming inson o'lyapti. Ammo nimish o'limdan qo'rqamiz? Chunki ahvolimiz o'zimizga ayon. O'limga tayyorligimiz yo'q. Biz virusdan qo'rqqanchilik Allohdan qo'rqmadik. Mana tahorat elish ig'ri kelganlarga bugun tan salomatligi uchun qo'llarini yuvish, og'iz burunlarini necha qatim chayqash ig'ri kamidi. Oxiratlik uchun, abadiy hayoti uchun yuzni yapqanlarni ahmaq sanaganlar, ularga mansitmaslik nazardan qaraganlar bugun tan salomatligi uchun, vaqtlik hayotini qo'g'dash uchun yuzni yepish ig'ri kamidi. Agar biz oxiratligimiz, abadiy hayotimiz uchun vaqtlik o'tkinchi dunyoligimiz uchun badal to'laganga o'xshash badallarni to'lagan bo'lsak, dunyoligimiz uchun jafo tortgandek oxiratligimiz, abadiy hayotimiz uchun jafolarni tortgan bo'lsak, o'limdan buncha qo'rqmaydik. Ham qo'rqishimizning hojati yo'qdi. Xulosasi, biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan bu virus qarshi barliq tadbirlarning hammani qilamiz. Allohdan tilaymiz, zikr tasbihlarni ko'p o'qiymiz. Shuning bilan birga bu virusdan iborat Allohning maktubidagi: "Ey insoniyat, sen bir ojiz maxluqsan. Hoshingni top, o'zingni bil, haddingni bil." Allohga qayt degan bu signalini asla unutmasligimiz kerak. Chunki virus deymiz, yer tarvash deymiz, dengiz toshqini deymiz, o't ofat deymiz, hammasi insonning qudrati doirasidan halqagan, insonlarning ojizligini bildirish uchun, o'zining buyukligini bildirish uchun insonlarga avatgan Allohning signali. Balkim virus ketishi mumkin, ammo insoniyat yana hushini topmasa, Alloh taolo o'xshamagan, balki uningdan qattiq signallarni avatishi mumkin.